Tayyor soatda ishlab turgan narsa nimaga olib kelding buni bola? Soatda ishlab turgani bilan aka u gazni urib tashotdi. Hech ham o'pirmayapti. Yaxshi ishlab turgan narsa edi-yu. Bu narsa dodam zamonida olib kelgan narsa. Bu zamonaviy narsa bu. Mana shu narsani ishlatish kerak. Menga yoqmadi. Короче, yig'ishtir, bor. Qanaqasiga buni? Hormanglar, okalar, yugurib kelyapman. Vajohatinglarni ko'rib, aka, nima bo'lyapti? Butun mahallani boshingizga ko'taryapsizlar. Ko'rmaysizmi ukani mana har doimgidek yana aqllilik qiladi, yana asab. Nima aka? Men pansatsioniy nimadir kat yo'lmish. Nima o'zi bu? Nimaga ishlatiladi? Asablarim o'ynab ketyapti. Ha, kondensatsion kotelda, aka. Bunaqa modelli koteldan o'rnatganman. Zo'r bu, aka. Nima o'zi bu qayerga ishlatiladi? Hozir tushuntirib beraman, aka, sizga. Nega aynan kondensatsion isitish qozonidan o'rnatishingiz kerak? Buni 4 ta eng zo'r afzalliklari bor. 4-sini aytib bergandan keyin aniq o'rnatishga shoshilib qolasiz. Birinchisi yuqori samaradorlik. Kondensatsion qozonlar gaz yoqilg'isidan ajralib chiqadigan bug', ya'ni suv bug'idan ham maksimal darajada issiqlik oladi. Bu esa kondensatsion qozonlarni an'anaviy qozonlarga nisbatan samaradorligini sezilarli darajada oshirib yuboradi. Ikkinchisi albatta ekologik xavfsizlik. Kondensatsion qozonlarida gazning to'liq ishlashi va tashqariga suv bug'larini kamroq chiqishi tufayli boshqa qozonlarga nisbatan atmosferaga uglerod va azot oksidlari kabi zararli moddalarni kamroq chiqaradi va toza havoga shu yo'l orqali hissasini qo'shadi. Uchinchisi, ishoning, buni eng zo'r afzalliklaridan bittasi bo'ladi. Kondensatsion qozonlar modulятsion горелка, elektron boshqaruv va ventilyatorli yonish tizimi tufayli past gaz bosimida ham bemalol ishlay oladi. Bu esa hammamizga ma'lumki, qishda albatta gaz bosimi pasayib ketish holatlari kuzatiladi. Mana shunaqa holatlarda ham ushbu qozonimizda o'chib qolmasdan bemalol barqaror ishlay olishini ta'minlaydi. To'rtinchisi, aniq sizga qiziq bo'ladigan masala, ya'ni gaz sarfini tejalishi. Ushbu qozonda foydali ish koeffitsiyenti yuqori bo'lganligi sababli kamroq yoqilg'i sarflaydi. Bu esa gaz xarajatlarini 20 hattoki 30% gacha kamaytirishi mumkin. Agarda kamroq gaz sarflab maksimal issiqlik olmoqchi bo'lsangiz, albatta kondensatsion qozonlardan o'rnating. Siz yana bu qozonni qanaqa afzalliklarini bilasiz? Izohda yozib qoldiring, bu biz uchun ham muhim. Ma'lumotlar foydali bo'lsa, like bosib, yaqin orada isitish qozonlarini o'rnatmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'ying, albatta foydasi tegadi.